Fuqarolarga tezkor xabar. Yangi yil bayrami munosabati bilan bugundan boshlab O'zbekistonda barcha fuqarolar 4 kun ogoh bo'ling. Bugundan boshlandi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, yangi yil munosabati bilan ketma-ket 5 kun dam olish bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 257-farmoniga muvofiq yangi yil bayrami munosabati bilan 2026-yil boshidan dam olish kunlari quyidagicha belgilandi. 31 dekabr qo'shimcha dam olish kuni. 1 yanvar yangi yil bayrami. 2 yanvar qo'shimcha dam olish kuni. 3 yanvar shanba 5 kunlik ishlovchilar uchun odatiy dam olish kuni, 6 kun ishlovchilar uchun esa dam olish kuni qo'shimcha. 4 yanvar yakshanba barcha xodimlar uchun odatiy dam olish kuni bo'ladi, deyiladi xabarda. Aziz fuqarolar, ushbu xabarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun o'z hissangizni qo'shing, like bosib, kanalimizga ham obuna bo'ling. Bundanda fuqarolar uchun kerakli va manfaatli bo'ladigan xabarlar hali oldinda.